Assalomu alaykum hammaga. Bu 15-normativ. 15-normativda omadli emas so'zni chiqarishimiz kerak ekan. Bunday bo'lsa, boshladik. Hop, tugatdim. Mayli, endi buni bitta ishlatib ko'rsataman sizlarga. Uzr so'tama o'maryapti. Bu yerda o'zimiz xohlagan raqamni kiritamiz. Misol uchun 5 ni kiritsak omadsiz, chunki 5 bitta kodni yozganmiz. 10 bilan teng bo'lishi kerak. Shu sababli shunday natija chiqmoqda. Shuna 15-normativ tugadi.